Assalomu alaykum aziz do'stlar, xush kelibsiz bizning kanalimizga va rus tili darsimizga. Agar kanalimizga birinchi bor bo'lsangiz, albatta podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Bugun biz sizlar bilan rus tilida so'z to'qish va gaplashishni o'rganamiz. Ya'ni bugungi darsda biz sizlar bilan o'zbek tilidan so'zlarni rus tilida lug'at va grammatik qoidalar orqali tarjima qilamiz. Bu dars sizga yordam beradi rus tilida tez so'z to'qishni va gaplashishni o'rganishingizga. Shuning uchun videoga like bosing va kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring. Biz bo'lsa sizlar bilan birinchi darsni boshlaymiz. Ketdik. Birinchi so'zimiz sizlar bilan mana shu. Bugun havo yaxshi. Bugun havo yaxshi. Shu so'zni hozir biz sizlar bilan o'zbek tilidan rus tiliga tarjima qilamiz. Ketdik. Xo'p, bugun bo'ladi сегодня. Сегодня yaxshi bo'ladi хорошая. Хорошая hozir sizlarga tushuntiraman. Nega bu yerda хорошая aya konchasini oldi. Xo'p, havo bo'ladi погода. Погода. Bugun havo yaxshi. Bugun сегодня yaxshi. Хорошая havo pagoda. Xo'p, ana endi keling, men sizlarga shoshilmasdan rus tilini qoidalarini tushuntirib beray. Sizlar bilan bu yerda rus tili qoidasiga qaraydigan bo'lsak, bu yerda pagoda so'zi asosiy rolni o'ynayapti va rus tilida 3 ta rod bor: murskoy, женский va средний rod. Va mana shu bizning so'zimiz pagoda so'zi, ya'ni havo so'zi, bu женский rodga kiradi, chunki a harfi bilan tugayapti va bu женский rod. Shuning uchun ham, ya'ni pagoda so'zi bu yerda главный rolni o'ynaydigani uchun, ya'ni asosiy so'z bo'lgani uchun va женский rodga kiradigan uchun bu yerda aya konchasini keladi. Хорошая. Ya'ni pagoda хорошая. Хорошая, ya'ni aya konchasini oldi. Xo'p, va bu yerda qarang, сегодня yozildi, lekin biz buni v talaffuz qilamiz. Сегодня o'qiladi. Сегодня. Xo'p, mana shu 3 ta so'zni biriktirib, albatta rus tiliga tarjima qiling. Hozir bir necha soniyadan so'ng men sizlarga to'g'ri javobni ko'rsataman. Ketdik. Xo'p, juda yaxshi. O'ylaymanki to'g'ri topdingiz. Bugun havo yaxshi. Сегодня хорошая погода. Сегодня хорошая погода. Bugun havo yaxshi. Xo'p, juda yaxshi. Bu yerda so'z xeli oson edi va o'ylaymanki sizlar buni to'g'ri javob topdingiz, ya'ni to'g'ri yozdingiz. Bugun ko'chada havo quyoshli va iliq. Bugun ko'chada havo quyoshli va iliq. Xo'p, bugun so'zini biz sizlar bilan ko'rdik, bu сегодня. Xo'p, ko'chada bo'lsa agar na улица. Hozir sizlarga tushuntiraman, nega na keldi. V улица emas, na улица keldi. Xo'p, pagoda so'zi bu havo, havo so'zi pagoda. Iliq bo'ladi теплая. Hozir bu yerda ham tushuntiraman nega aya konchasini olganini. Quyoshli солнечная. Bu yerda ham окончание aya keldi va so'zi i bo'ladi rus tilida. Xo'p, keling boshda. Bugun сегодня ko'chada bu yerda na predlogini oldi. Nega? Chunki ko'cha, ya'ni улица bu ochiq joy va ochiq joylarga biz na predlogini qo'yamiz. Xo'p, na улица, na остановка bu yerlarda biz, ya'ni ochiq joylarda usti ochiq bo'lsa yoki bironki granitsasi bo'lmasa biz na predlogini qo'shamiz. Agarki yopiq joyda bo'lsa, в комнате, например, ya'ni komnatani uyda ichida bu holatlarda biz v predlogini ishlatamiz. Xo'p, ana endi dalsha ketdik. Ya'ni bu yerda окончание aya va bu yerda ham aya konchasi keldi. Nega? Xo'p, men bundan oldin sizlarga tushuntirib o'tdim. Bu yerda asosiy so'z, asosiy gap bu pagoda, ya'ni bu yerda gap pagoda haqida ketyapti, ya'ni havo. Pagoda so'zi hozir sizlarga aytdim, bu женский rod va shuning uchun ham aya окончаниясini oldi. Xo'p, mana shu
ekranda ko'rinib turgan 6 ta lug'atni biriktirib, mana shu o'zbek tilidagi so'zni rus tiliga tarjima qiling. Men sizlarga bir necha soniya vaqt beraman va keyin to'g'ri javobni ko'rsataman. Birgalikda xato qilgan bo'lsak, to'g'rilab olamiz. Ketdik. Xo'p, juda yaxshi. Bugun ko'chada havo quyoshli va iliq. Хоп, сегодня на улице солнечная и теплая погода. Сегодня на улице солнечная и теплая погода. Bugun ko'chada havo quyoshli va iliq. O'ylaymanki, to'g'ri topdingiz. Albatta, bu yerda ko'p lug'atlar ishlatdik, 6 ta lug'at, lekin agar siz diqqat bilan meni gapimni eshitgan bo'lsangiz, videoni ko'rgan bo'lsangiz, to'g'ri tarjima qildingiz. Na улице ko'chada. Xo'p, tushunarli bo'lsa, biz keyingisiga o'tamiz. Bu sumka juda og'ir. Bu sumka juda og'ir. Xo'p, bu bo'ladi eta. Hozir aytaman sizga nega eto emas u. Eta a harfi bilan keldi. Og'ir, tijolaya. Xo'p, og'ir, tijolaya. Xo'p, juda bo'ladi очень. Xo'p, va sumka bo'lsa sumka. Buni hammamiz bilamiz. Bu sumka juda og'ir. Bu eta og'ir. Sumka og'ir. Tijolaya, juda очень. Xo'p. Va men sizlarga hozir tushuntiraman. Bu yerda a kelgani sababi sumka, rus tilida ham sumka bo'ladi va bu ham женский rodga kiradi, chunki bu a окончанияsi bilan tugayapti. Va bu ham женский rod, sumka. Это моя sumka, ya'ni bu mening sumkam. Sumka bu женский rod. Va shuning uchun ham eta bo'lyapti bu yerda. Eta a bilan tugayapti. Eto bo'lsa gap, bu albatta средний rod. Xo'p, ya'ni odlar agar женский rodga kirsa, a окончанияsi bilan keladi. Shuning uchun ham bu yerda eta bo'ldi. Xo'p, mana shu 3 ta yoki 4 ta lug'atni birgalikda qo'yib, ya'ni joylashtirib, o'z so'zingizni rus tiliga to'qing. Bu yerda so'z o'zbek tilida shunday. Bu sumka juda og'ir. Sumka so'zini men bu yerda ko'rsatmadim. Siz o'zingizdan qo'shing. Ketdik. Xo'p, juda yaxshi. Bu sumka juda og'ir. Эта sumka очень тяжелая. Эта sumka очень тяжелая. Bu sumka juda ham og'ir desak ham bo'ladi. Ya'ni juda og'ir. Vahimali gap. Xo'p, o'ylaymanki, bu yerda ham sizlar uchun hammasi tushunarli va biron xil savol yo'q. Unday bo'lsa, biz keyingisiga o'tamiz. Qara, u yerda mening do'stim. Qara, u yerda mening do'stim. Xo'p, qara bo'ladi. Смотри. Смотри. U yerda tam. Mening, мой, do'stim, друг. Друг. Qara, смотри. U yerda tam. Mening, мой, do'stim, друг. Shu 4 ta lug'atni birgalab, ya'ni qo'shib, o'z so'zingizni rus tiliga to'qing. Sizlarga yana bir necha soniya vaqt. Xo'p, to'g'ri javob shunday. Qara, u yerda mening do'stim. Смотри, там мой друг. Смотри, там мой друг. Мой друг. Men shu yerda buni tushuntirmay o'tdim. Друг bu mужской rod, ya'ni do'st. Erkak kishini nazarda tutyapti.
va shuning uchun ham moy drug bo'ldi. Agar bu yerda podruga bo'lsaydi, ya'ni dugonam bo'lsaydi, bu yerda moyni joyida sizlar ya harfini qo'yardingiz, ya'ni ayol kishi bo'lsa. Вот qara, u yerda mening dugonam. Смотри, там моя подруга. Смотри, там моя подруга. Mana shu tarzda bo'ladi agar женский rod bo'lsa, ya'ni dugonangiz bo'lsa. Xo'p, bu yerda ham biroz tushunarsiz savol qolmadi deb o'ylayman va hammasi tushunarli. Unday bo'lsa biz yana boshqasiga o'tamiz. Xo'p, men ozgina kechikaman. Men ozgina kechikaman, ya'ni kechroq kelaman. Опоздаю. Men я ozgina немного kechikaman. Опоздаю. Опоздаю. Kechikaman. Men ozgina kechikaman. Shu 3 ta gapni biriktirib, o'zingizni albatta so'zingizni to'qing yoki jumla va biz sizlar bilan keyinroq to'g'ri javobni ko'ramiz. Ketdik. Xo'p, to'g'ri javob shunday. Men ozgina kechikaman. Я немного опоздаю. Я немного опоздаю. Men ozgina kechikaman. Bu yer ham hammasi tushunarli. Judayam oson so'zlar va lug'atlar ham juda ham oson. Agar biron grammatik to'g'ri, ya'ni tushuntiradigan joyi bo'lsa, men sizlar uchun sirrazi tushuntirib o'taman. Xo'p, keyingi so'zga o'tamiz. U uyda yo'q. U ishda. Bu yerda avval biz bilishimiz kerak. Mana shu u, ya'ni ayol kishini nazarda tutyaptimi yoki erkak kishinimi? U uyda yo'q deb biz ham ayollarni ayta olamiz va ham erkaklarni. Lekin rus tilida bo'lsa agar, ya'ni место imeniyalar farq qiladi. Siz albatta uyda yo'q deb biz agar ham ayolda ham erkakda ishlasak, rus tilida unday qilib ishlata olmaymiz. Rus tilida erkaklar uchun on, ayollar uchun ana olmoshlari bor. Xo'p, ketdik. Bu yerda gap erkak haqida ketyapti ekan. U deb biz bu yerda on, ya'ni erkak kishini nazarda tutyapmiz. On ishda, na работе. Xo'p, uyda yo'q, нет дома. Нет дома. Его ham bu yerda u bo'ladi. Ya'ni rus tilida bir narsani esingizdan chiqarmang. Rus tilida olmoshlar juda ham ko'p tarzda, ya'ni har padejlarda har xil tuzilishi bor. Va bu yerda qarang, u uyda yo'q. Kim uyda yo'q? U. Xo'p, u ishda, kim ishda? U. Xo'p, hozir men sizlarga to'g'ri javobni ko'rsatganimdan so'ng, albatta bu on va yevoni farqini sizlarga tushuntirib beraman va undan keyin sizlarda biron xil savol qolmaydi. Hozir bo'lsa sizlarga bir necha soniya vaqt to'g'ri javobni topishga harakat qiling. Juda yaxshi. U uyda yo'q. U ishda. Его нет дома. Он на работе. Его нет дома. Он на работе. Xo'p, qarang, savol. Кого нет дома? Ya'ni kim uyda yo'q? Его нет на работе. Его нет дома. Ya'ni u uyda yo'q. Xo'p. Кто на работе? Ya'ni kim ishda? Он на работе. U ishda. Farqini ko'rdingizmi? Bu yerda savol kto bilan keldi? Ya'ni kto? Bu yerda esa savol kavo bilan keldi va shuning uchun ham farqi o'zgardi. Его нет дома, ya'ni kavo нет дома. Его нет дома. Kim uyda yo'q? Kto bo'lsa agar bu yerda keldi. Kto на работе? Он на работе. Bu yerda ham hammasi tushunarli deb o'ylayman. Unday bo'lsa biz keyingisida o'tamiz. Sen kim bo'lib ishlaysan? Ya'ni kasbing nima ish qilasan? Sen bo'ladi ты. Xo'p, ishlaysan работаешь. Xo'p, kim bo'lib kim? Mana shu kim bu kim bo'lib ma'nosini bildiradi.
Kim bo'lib ishlaysan? 3 ta lug'atni biriktiring, o'z so'zingizni to'qing. Men sizga bir necha soniyadan so'ng to'g'ri javobni ko'rsataman. Juda yaxshi. Kim ты работаешь? Kim ты работаешь? Sen kim bo'lib ishlaysan? Sen kim bo'lib ishlaysan? Kim ты работаешь? Juda ham oson gap edi, shuning uchun ham men tez o'tkazdim, chunki vaqtni ko'p olish niyatim yo'q va biz boshqasiga o'tamiz sizlar bilan. Sening yoqtirgan ranging qanaqa? Sening yoqtirgan ranging qanaqa? Xo'p, sening твой, hozir tushuntiraman nega твой bo'ldi. Yoqtirgan любимый, xo'p, ranging цвет va qanaqa какой. Ana qarang, bu yerda nega oy va bu yerda ham oy va bu yerda ham iye keldi. Gap shundaki, bu yerda asosiy bizning gapimiz bu svet, ya'ni svet haqida gap ketyapti. Va именно mana shu rang haqida gapning asosiy jigari yoki yuragi aynan mana shu rang. Shuning uchun ham bu yerda твой bo'ldi. Nega? Chunki svet bu muskoy rod va shuning uchun ham oy окончанияsi keladi. Твой. Ya'ni agar женский rod bo'lsa edi, bu yerda твоя bo'lar edi. Agar средний rod bo'lsa, твоё bo'lar edi. Xo'p, 4 ta lug'atni biriktirib so'z to'qing. Grammatik qoidasini men sizga tushuntirdim. Endi esa bularni biriktirib so'z to'qishingiz kerak xolos. Biz bo'lsa sizga yana bir necha soniya vaqt beramiz. Ketdik. Xo'p, juda ham yaxshi. Какой твой любимый цвет? Какой твой любимый цвет? Sening yoqtirgan ranging qanaqa? To'g'ri javob shunaqa, ya'ni mana shu tarzda edi. Mening qo'llarim muzlab qoldi. Mening qo'llarim muzlab qoldi. Mening у меня qo'llarim руки, ya'ni множественное число va muzlab qoldi zamёрзли. Zamёрзли. Mening у меня qo'llarim руки muzlab qoldi zamёрзли. 3 ta lug'at, siz shu lug'atlarni biriktirib, albatta o'z so'zingizni rus tiliga to'qing. Ketdik. Xo'p, juda yaxshi. Mening qo'llarim muzlab qoldi. У меня замёрзли руки. У меня замёрзли руки. Mening qo'llarim muzlab qoldi. Va aziz do'stlar, mana shu yerda bizning bugungi darsimiz rus tilida so'z to'qish va gaplashishni o'rganamiz. Birinchi darsimiz oxiriga yetdi. Agar sizga dars ma'qul kelgan bo'lsa, dars sizga yoqqan bo'lsa, albatta videoga like bosing va sizlardan mana shu o'zbek tilim salgina kelishmaganligi uchun uzr so'rab qolaman. Chunki 3 yillik pereriv, ya'ni 3 yillik tanaffusdan so'ng men yana video qilishni sizlar uchun boshladim. Mana shu tanaffuzimning asosiy prichinasi bu o'sha o'zbek tilida xatolar qilishim, so'zlarni to'g'ri talaffuz qila olmasligim edi. Va men harakat qilyapman sizlar uchun yangi videolarni snimat qilishga va rus tilim, o'zbek tilimni, to есть rus tilim bilan problema nету, o'zbek tilimda albatta o'zlashtirishga. Hammalaringizga rahmat. Agarki video yoqqan bo'lsa, yana bir bor aytaman, videoga like bosing, o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Xayr.